Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro g'oyib qilib o'tilganlarni xotirlash kunida maxsus bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni Uyg'ur masalasiga diqqat qilishga chaqiriq qildi. Tajovuzchi Xitoy Sharq Turkistonga oyoq bosgandan buyon har qaysi davrda, har xil shaklda va har xil nomlar bilan Uyg'ur xalqiga qarata irqiy qirg'inchilik elib berib, millionlagan Uyg'urni qirg'in qilgan bo'lsa, kommunist Xitoy davrida atalmish yer islohoti, madaniyat inqilobi va uningdan keyingi har davrda Sharq Turkiston miqyosida atalmish terrorlikqa qarshi turish, bo'lgunchilikka qarshi turish, cho'ng tozalash, 100 kunlik qattiq zarba berish qatorliq nomlar ostida necha million Uyg'urni qirg'in qilib, Uyg'ur xalqining ziyolilarini, diniy olimlarini, jamiyat arboblarini tutqun qildi, o'ltirdi, turmalarga solgan edi. Uyg'ur xalqining vijdonli kishilari Xitoyning qorong'u zindonlarida, qiyin-qistoq uylarda, majbur emgak maydonlarida g'oyib qilib etildi. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi 30 avgust xalqaro majburiy g'oyib qilib etilganlarni xotirlash kunida maxsus bayonot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni Uyg'ur masalasiga diqqat qilishga chaqiriq qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu vaqtdagi yozmasida mundaq deyilgan: 2017 yildan boshlab chet ellarda yashaydigan Uyg'urlarning oilasi bilan aloqasi uzildi. Dastlabda yakka holatda yuz bergan voqealar keyincha muhojiratlik Uyg'urlar uchun millat sifatida ziyonkashlik darajasiga berib yetdi. Nurg'unlagan ziyolilar, diniy olimlar, san'atkorlar, tadqiqotchilar tutqun qilinib, g'oyib qilib etildi yoki ziyonkashlik uchirdi. Majburiy g'oyib qilib etish faqat bir kishilik huquq masalasida bo'lmasdan, balki u Xitoyning davlat terrorlik quroli. Xalqaro jamiyat Xitoy hukumati tomonidan majburiy g'oyib qilib etilganlarni unutmasligi va bu jinoyatni sodir qiluvchilarni jazoga tortish kerak. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bu kunda maxsus filmi va bayonot e'lon qilgan bo'lib, BDT bayonotida majburiy g'oyib qilib etishning dunyoviy masala bo'lib qolganligini va diktator kishilarning majburiy g'oyib qilib etishni o'qituvchilarni siyosiy bostirishning vositasi sifatida ishlatib kelganligini, diktator davlatlarning terrorlikqa qarshi turishni bahona qilib, ba'zi xalqlarga etnik tozalash ilib borganligini ta'kidlab, har qaysi davlatlarni 2002 yili 7 oyning 1-kunidan boshlab yo'l qo'yilgan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Rim nizomi va BDT umumiy majlisi 2006 yili 12 oyning 20 kuni ma'qullagan barliq kishilarni majburiy g'oyib bo'lishdan qo'g'dash ahdnomasiga rioya qilishga chaqiriq qilgan. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatidan bir hay'at Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasida ziyoratda bo'lgan. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyatidan bir hay'at Dunyo Uyg'ur qurultiyining Myunxendagi markaziy ishxonasida ziyoratda bo'lib, qurultayning yangilangan ishxonasini tabriklash bilan birga navbatdagi Sharq Turkiston davosining o'rni va buningdan keyingi hamkorlik haqida suhbatlar ilib borgan. Markaziy Gollandiyadagi Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati yillardan beri Gollandiyada aktiv faoliyat ilib berayotgan tashkilotlardan biri bo'lib, navbatda Xitoyning Sharq Turkistonda to'xtamasdan ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni pardozlash va xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yash uchun ilib berayotgan ta'tir tashviqotining yuqori pallaga chiqqan vaqtda ilib berilgan bu ziyorat muhojiratlik xalqimizga dushmanga o'rtaq taqobil turishda muqaddas da'voyimizning kelajak uchun ideya, ko'z qarash qandoq bo'lishidan qat'iy nazar birlik, ittifoqlikning milliy manfaat oldida hammadan yuksak ekanligini ko'rsatib bergan. Doktor Mehmet Emin Efendi Amerika Uyg'ur akademiyasining raisi bo'lib saylangan. 2025 yili 8 oyning 12 kuni Amerika Uyg'ur akademiyasi yig'in o'tkazib, mazkur akademiyaning 4-navbatlik raisini saylab chiqqan. Demokratik usulda elib berilgan saylamda ko'p sonliq ovoz bilan Amerika Kolumbiya universitetining tadqiqotchisi, tibbiy fanlar doktori Mehmet Emin Efendi Amerika Uyg'ur akademiyasining 4-navbatlik raisi bo'lib saylangan. Doktor Mehmet Emin 1999 yildan e'tiboran Amerikaning New York shahriga joylashgan Kolumbiya universiteti Tibet tadqiqot markazida tadqiqot bilan shug'ullanib kelayotgan bo'lib, bu jarayonda u o'zining tadqiqoti bilan munosabatli ko'plagan ilmiy maqolalarni e'lon qilgandan boshqa, millatning ro'yi va jismoniy sog'lomlik saviyasini yuqori ko'tarish uchun ko'plagan maqolalarni yozib e'lon qilish bilan birga, Uyg'urlar ehtiyojli sohalarda munosabatli temalarda leksiyalarni so'zlab kelmoqda. Bu munosabat bilan maxsus tabriknoma yo'llagan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Alovdan Efendi, doktor Mehmet Emin Efendining buningdan keyingi xizmatlariga utuq tilab mundaq degan: Yaqinda Amerika Uyg'ur akademiyasining raisligiga
Doktor Mehmet Emin Efendim'nin saylanğanlığı hakkındaki haberini anlap hoşal bulduk. Bu münasebet bilen Dünya Uygur Kurultayı namıdan onu çin konuğumuzdan tebrikleyimiz. Bugünküdek milletimizin mevcutluğu, milli kimligi ağır tehdit uçuravatkan bir paytda bu mesuliyetin üstüge eliş zor cesaret talep kılıdı. Bu cesaretini göstergenlik için Doktor Mehmet Emin Efendim'e afirin okuş bilen bile hizmetide utuk ve neticeler dileyimiz. Doktor Mehmet Emin Efendi'nin Dünya Kurultayı bilen hemkarlıkını küçeytişke, milletimizin hak hukukunu qoğdaş, Uygur kimlikini saklaş ve onu kelgüsü evlatlarımızga sağlam yetküzüş yolda her daim tirişçallık gösterganlığa işinimiz. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizlarga kunlik xabarlar programmamızның təfsilatını sunduk. Keyin qitimliq sanımızgacha ko'rishgacha amon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.